Bizning shirkatimiz yangi strategik inisiativa o'ylab topdi. Bu bozorga o'tib kiruni kengaytirish, brendimizning loyaligini ko'paytirish ham material bo'lmagan aktivlarni orttirishga qaralgan. Bu maqsadlarga erishish uchun biz yangi proyekt boshladik. Aning bo'yicha bizga jiddiy qizil siziq chizarga kerak. Mening anglashimcha, sizning shirkatingiz bizga bu ishda yordam eta oladi. Albatta. Walter proyektning direktori bo'lacak. Walter, biz bitmini ishlay olishaqmiz. Albatta. Anderson qizil siziqlar sizi o'lkasida bizning ekspertimiz. Biz onun professional fikrini tinglar uchun maxsus chaqirdik. Yaxshi, siz boringizni meni bilasiz. Bu Justina, bizning dizayn bo'yicha bilgishimiz. Salom. Bizga jiddiy qizil siziq chizarga kerak. Borisida qodg'i perpendikulyar etib, ham qaybirovlarni yashil tus bilan, qaybirovlarni o'ta ko'rinmali etib. Siz buni ishlay olasizmi? Yo'q, men buni ishlay olmam deb aydagi javob bilan oshiqmang Anderson. Masala qo'yilgan, hamini shishirga kerak. Ham endi butunlay siz bit ekspert. Qizil siziq termini siziqning tusi qizil bo'luvini belgilaydi. Qizil siziqni yashil tus bilan yasab butunlay mumkin tugul deb bo'lmaydi. Lekin menga bek yoqin. Yo'q, butunlay mumkin tugul. Men daltonizm sheri bilan og'rishi kishilar bo'larga mumkinligini ko'z oldimda tutaman. Ham ular uchun siziqning tusining shundan da ahamiyati bo'lmayashaq, lekin men sizning tub maqsadli auditoriyangiz andi kishilardangina turmaydir deb o'ylayman. Demak, aslida bu mumkin. Bo'lay deylik. Siziqni tilasa neydi tus bilan yasarga bo'ladi, lekin siziq qizil kelib chiqsin uchun bari tek qizil bo'yog'ini qo'llanirga kerak. Agar ularni zangar bilan yasasang, kelib chiqmayashaq. Agar ularni zangar bilan yasasang, ular zangar bo'lashaq. Hamda siz o'ta ko'rinmali tus turida siylaganda narsani ko'z oldinda tutgan edingiz. Nishga anglattirgan ekan. Siz o'ta ko'rinmalining ne ekanini bilasizdir deb o'ylayman. Bilam. Ham qizil siziqning da ne ekanini anglatsa yo'qdir deb umidlanaman. Albatta yo'q. Sig'mina, siz qizil siziqlarni o'ta ko'rinmali tus bilan yasarga tegishsiz. Siz natijani nechta ko'z oldinga keltirishingizni tasvirlay olmaysizmi? Anderson, bizning bunda bolalar bog'chasi malla. Bolalar bog'chasi aydagiz vaqtni produktiv bo'lmagan bahasga bitirmagali. Masala qo'yilgan, masala tugal ham anglayishli. Agarda sizningda bo'lsa aniq so'rovlaringiz bor ekan, so'rag'iz. Siz bit bunda ekspert. Yarar. Aydagiz haliga tuslarni qoldirib turing. Sizning anda perpendikularlik turida narsadir bor edi. Jiddiy siziq ham borisiga qotg'i perpendikulyar. Narsaga? Borisina da bir-birsini qarata. Men perpendikulyar siziqlarning nelari bo'lganini siz bilasizlar deb o'ylagan edim. Albatta biladi, u bit ekspert. Ikki siziq perpendikulyar bo'la oladi, lekin jiddiy siziq bir-birsini bir yo'li perpendikulyar bo'la olmaydi. Men ko'rsataman. Bu siziq. Shulay bit. Naya? Hozir bu tani u birinchi siziqqa perpendikulyarmi? So'ng u perpendikulyar. Durs, to'xtag'iz, men hali bitirmadim. Mana uchinchi siziq, u birinchisine perpendikulyarmi? Lekin ikkinchisi bilan u kesishmaydi. Ular bir-birisine paralel. Perpendikulyar tugul. Shulay axir. Mana ikki siziq perpendikulyar bo'la oladi. Yoraymi markerni? Bo'lay bo'lsa. Bu ishposhmoq. Bu ayirma ishiq perpendikulyar siziqlar tugul. Ham ular ishav, ajidav tugul. Negalar zangar? Men da so'ramoqchi edim. Mening o'zim bilan zangar markerigina bu bit misol uchungina. Mana problema shunarda da, sizning siziqlaringiz zangar, qizil bilan yasag'iz. Bu bo'lishmayshaq. Siz buni qo'yan bilasiz, agar dashlabda qoramansiz ekan. Aydagiz qizil bilan yasab, ne kelib chiqqan qorayq. Mening o'zim bilan qizil markerim yo'q, lekin sizga tugal ayta olaman. Qizil tus bilan ne yaxshilar yo'q bo'lashaq. Siz bit o'zingiz qizil siziqni qizil bilangina yasab bo'ladi dedingiz. Mana men xato yozib da qo'ydim. Hozir siz ularni zangar bilan yasaysiz. Siz mana buni qizil siziqlar deysizmi? Men angladim kebek. Siz qayri tus turida tugul, siz tigi nishiga atasiz ana perpendikulyarlik, bo'ldi, siz endi borisida bu tob bitirdingiz. Bizga maqsadga erishirgan qilmashovli. Geometriya. Ig'tibor etmangiz ana. Mana bizning masala tura. Jiddiy qizil siziq. 20 tugul, jiddiyigina. Anderson, men anglayman, siz torlikadagi bilgish. Siz to'layim rasmni ko'rib bitira olmaysiz.
Ләкин җиде кызыл сызык ясауның ни катлавы барсың? Дөрес, бераз шишелеш тәкъдим итегез. Аны теләсә нинди ахмак та тәнкыйтьле ала үпкәләмәгез. Ләкин сез бит эксперт. Сез яхшырак белергә тиешсез. Ярар. Әйдәгез, мин сезгә 2 перпендикуляр кызыл сызык ясыйм. Ә калганнарын үтә күренмәле төс белән. Алар күренмәячәк, ләкин мин аларны ясыйм. Бу безгә барамы? Әйе, бу безгә бара. Әйе, һәм берничәсен яшел төс белән. Һәм тагын, минем соравым бар. Сез берәр сызыкны песи баласы формасында ясый алмыйсызмы? Нәрсә? Песи баласы формасында. Маркетинг өлкәсендә фәнни хезмәтләр безнең кулланучыларыбызның җәнлекләрне яратканнарын күрсәтәләр. Юк. Әник. Тыңлагыз әле. Мин песи ясап карый алам. Мин рәссам түгел, ләкин мин тырыша алам. Ләкин инде бу сызык түгел, песи булачак. Сызык һәм песи, булар ике төрле нәрсә. Песи баласы. Песи түгел, песи баласы. Бәләкәй, сөйкемле, төкле. Песиләр алар әйтергә кирәк. Айырма юк. Андерсон, сез тыңлап булса да бетерегез. Ул әле сөйләп бетермәде, ә сез инде юк дисез. Мин фикерне аңладым. Ләкин бу мөмкин түгел. Сызыкны песи формасында яса. Ал. Акырчыкны. Так, нәрсәдә калдык без? 7 кызыл сызык. Икесе кызыл, икесе яшел, ә калганнар үтәр күренмәле төстә. Мин барсын дөрес аңладыммы? Әйе. Бик яхшы. Булай булгач, проблема хәл ителде, дөресме? Ой, оныта да яздым. Безнең әле кызыл шарыбыз бар. Сез аны кабарта алмыйсызмы? Ул шарның миңа ни катышы барсың? Ул кызыл. Андерсон, сез булдыра аласызмы, юкмы? Гади сорау. Соң булдыра алам, ләкин бик әйбәт. Сәфәр оештырыгыз. Без чыгымнарны каплаячакбыз. Барып кайтыгыз аларга. Шар тутырыгыз. Бик продуктив булды. Барыгызга да рәхмәт. Тагын бер сорау мөмкинме? Сез шарны тутырганда аны песи формасында тутыра аласызмы? Әлбәттә алам. Мин барысын да булдыра алам. Мин абсолют рәвештә бар әйберне дә булдыра алам. Мин бит эксперт. Рольләрне Газиз Фаттахов тавышландырды. Русчадан тәрҗемә Ранис Хайруллин, Газиз Фаттахов. Безнең тәҗрибә проекты 2016 ел.